Yoshlarga bo'lgan bir ulgu yo'lchi bu. Mayli biz vaqtga yana bir biraj kim mumkin azan qilib baylayar bo'lsa, biz sizlarga o'xshash o'z g'oyasi uchun tirishayotgan. Mana ballar degan mana 3 saraliq chindoq kelib, aylikamda o'shqali ko'rishib oldik. Rahmat aka. Shunday yaxshi kutib oldi bizni. Endi mishaka 3 kun bo'ldi. 3 kun ichida biz ham deb kelgangacha mashinalar to'g'rilab bir surishtirib vaqtda bozorlab vaqtda. Endi bu yerda mashinchilik qilmoq unda o'ylagandek oson emas ekan. Biz 3 kun arlab bu yerda niyerki mashina bağları bizni o'ylagandek chiqmaydi ekan. Sattanma yavrashki. Sif qaytirib o'tdi. Alika, endi kelib shunday chiroq ko'rishdi aka. Bakimiz bilan mushu ko'rishimiz, tanishishimizmi deb uzoq bo'lmadi. Shunday bo'lsinmi? Shunday yaqin odamlarimizga kutib yaxshi taklif fikrlarni berdi. Endi bu yerda mashinchilik qilmoq degan oson emasga bir mashina tepish uchun nurg'oyalik berish kerak ekan. Ularning o'zi kuchli qurolimiz jabosi bor ekan. Endi alika o'zingiz bir biz to'g'rilab o'zinglarning ishlari to'g'rilab bilan Shingilga qilindi. shingilga qilsa. Bo'ldi, yaxshimisizlar do'stlar. Hammalar do'stlar Alidan salomlar bo'lsin. Endi bu 3 saraliq inimizningki shunda bir yaxshi bir bo'lgan mazmun bilan yo'lga chiqibsizlar. Shunda qo'shildim. Nima ishqa deganlar biz 3 saraliqningki 2003ningki bir Avdosaydan birini haydab menibdi. Sen mashinaning jilsanim nayt kona. Ham ikkinchisi bo'lsa shu mashinaning ustida ishchi bir uylam qilib yetibdi bular. Basirgan narsani besib, tutdan yeydigan narsani qilib, hattoki yetib qo'padigan jarayonlardan shu mashinachi yetib qo'par deb yo'llarda nurg'un javr japalarni tatib yurib, men Chindog'gacha kelganmi bo'pti. Bu birinchisi nima deganlar, shu yoshlarga bo'lgan bir ulgu yo'lchi bu. Chunki az jamiyatimizning ko'radimiz nurg'unligan yoshlarningki mo'shincha bir tirishib boqay demay bir yomon yo'llar kiritib baqa falan ko'rmayapmiz. İkincisi bo'lsa o'zining kuchiga tayanmay ota-onasi tayanib olgan shuncha yoshlarni ko'rmayapmiz. Unda bo'lgandan mush inlarimizningki mush qitimlik safari bo'lgan bo'lsa, balkim mush jamiyatimizdagi oshni o'sha bir qism yoshlarga bo'lsa bir energiya taxtalar ekan deb o'yladim. Shaxsiy ko'z qarashim. Undan keyin hamda ishkirga mana qadamni besib keldinglar, mana bu yerlarni ko'rdinglar, chondoning bir tarafdan mashin degan bo'lsa, yana bir tarafdan shu yemak-ichmak oshxona degandek bekarak ko'p hamda. Bizmi bultuqi shu mushu oylarda 12-ga ya'ni Moskva mezgilda bo'lsa, O'rkash bilan ishimiz bizning shirkatning xotandidan boshqa taraflarniki bir aqur Moskva ahvollari bo'lib, taqilib qolgandan keyin biz mushaq yenib chiqib, shu jarayonni siltib tatgan safarni bizmi tatgan. Undan keyingisiga bizim bütün o'lka shaharlarning hamma aylanib bo'lgandan keyin Chingdudan Xinjiangga bo'lganmiz to'pchilik ishlarga bakarak bir ko'zimiz yetib shu jihatdan o'zimizni bir planlashtirib bizningki o'sha Aykar shirkatninki ham Chingdudagi to'pchilik ishlarga shirkatga bir taraf mashina sog'andi sirat bizningki Xinjiangning Urumchidaymiz, G'uljidaymiz, Oqsu, Ko'rla, Qashqar, Xotan o'sha 6 shahardagi bizning o'sha finsi tuqqanlarga mashinalarni qarz qilib sapiryapmiz, daykan qilib sapiryapmiz. Hamda mashina manbasi bo'lsa bu bir yerda qarablan turib olmaydi. Nurg'un, Yezza, Noya degandek ashuna yalaka topmag'icha o chiqiblam. Masalan, miyak bassam bunda mashina chiqib qoldi degan u yo'q gap. Shunga oshinchida bir izdinish orqali hamda bizmi nurg'un japalarni tortib yurib, endi men hayotga vaqtimda o'rkash bo'lsin, men mushaqning ishlariga mas'ul bo'lib, hamisha nurg'un bir ziyonlar bilan duyja qilib yurib, ishonchlik pokiz mashina tutilgan, ashunday bir azam muvaffaq mashinalar bizni ta'minlab beradigan, shunday bir turkum chuanzdagi cho'p qatlarni bizning mushqadosh og'inlarimizdan aslida nima qilg'ashqa, shuni bizga shunday bir ziyonlarni ta'minlab, shu topgan ziyondan biz olib turib, u mashinani shuni bilan finsi tuqqanlarning qo'liga muvaffaq tegadi degan gap. Bo'lmasa sizlar baylangan bozorlarni aylansa, bu sizlar ko'rgan bozordagi mashinalarning bazı bizningki Xinjiang bozoridanmi bekarak o'r to'xtab qoldi degan. Qolgan jarayon mushu, endi bu yerda oldi bilan bizim shunday qo'shildik. Ham shu elimizningki ota-onasi taynamay, cho'nglab qarab o'tmay, bir chiqish yo'li izlab baqilamish yerdan dajim nurg'un javr japalarni men o'zim ishqir kelgan bo'lsizlar. Mana bu yerda deydiganim nima bo'lsa, har qanday bir ishlar o'qib qolsa, bizning qo'limizdan keladigan har qanday bir yordamlar o'qib qolsa, har vaqt qo'limiz ko'ksimizda biz sizlarga o'xshash o'z g'oyasi uchun tirishayotgan, o'zining arzu-armonlari uchun tirishayotgan, o'zining kuchiga tayanib taraqqiy qilib davatgan mayli illarimiz bo'lsin, og'inlarimiz bo'lsin, har jihatdan kuchimizni yetish qo'llaymiz. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Davsa bana bizmi ma'vo necha kun yo'q mashina bozoriga kirsib, bir aqor filmlarni tasdiq nurg'un qiymatlarni chiqdi mashinalarni bir xush bergan bo'lsanglar deb. Mana Aylika motorda
Agar shunday xizmatimiz bo'lib qolsa, biz ham sizlardan duyjak qilish orqali ishonchli mashinalarni bir ishlarni ta'minlab bersak endi. Bo'ldi. Bo'lsa. Bizmi iliqam yoqdan nimga chiqarayotgan mashinalar bor, masalan, to'ng'ichani to'xtamay chiqaramiz. Masalan, buni orasida biz o'zimiz ilib do'konga mang'izayotgan mashinalar, yana ba'zi mashinalarni do'stlar tushadigan fuliqini bo'lgan bir mashinalar bor. Shunda bir mashinalar uchrab qo'yib qolsa, bizni to'xtamay to'ng'ichani chiqargandan keyin, mayli shulni silning mushaqda olaman deydigan do'stlar qilib qolsinmi? Mayli biz vaqtga yana bir 1 ming azan qilib berayir bo'lsa, biz foyda olmasak mashinadan, mayli aşı foyda olsa 1 ming 1,5 ming pul bilan silib bo'lsa mash foydani ilib, o'zalninki shu yo'lga chiqadigan bir kerak chiqim, taraqturlarning bir o'rni olsin to'lqab qilib beradigan shu qolsa, biz ujatni uncha yordam cho'qim qilamiz. Rahmat. Shunday qilamiz, ekran oldidagi mayli mush yillarimizga nurg'unlagan diqqat qilib turayotgan filmni tutqanlimda albatta shularninkimi mumkin bo'lsa qo'limizdan yetishicha shunday inlarimizni keltirishga orqanlarimizning ishlarini qo'llasak degan umidda. Rahmat.